Bugun men sizga 1500 ming so'm olganlar uchun juda muhim xabarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ayrim odamlar aynan shu pul sababli keyin hujjat topshirishda, nafaqa olishda, subsidiya yoki moddiy yordam masalasida kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Kimdir bilmay 500 ming so'mni bir martalik yordam deb olgan. Kimdir ish joyidan to'sov sifatida olgan. Kimdir bank kartasiga tushgan pulni oddiy oylik yoki kompensatsiya deb o'ylagan. Lekin hozir eng muhim savol bitta. Bu pul sizning keyingi to'lovlaringizga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Men bugun buni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday moliyaviy, ijtimoiy yordam, pensiya, nafaqa va to'lovlar bo'yicha muhim yangiliklarni oddiy xalq tushunadigan tilda yetkazib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik odamlar kartasiga pul tushsa, uni faqat pul tushdi deb qabul qilardi. Masalan, mahalladan moddiy yordam chiqdi, ishxonadan mukofot berildi, davlatdan bir martalik yordam ajratildi yoki bank orqali qanday qaytarma to'lov keldi. Odamlar ko'pincha bu pulning keyingi hisob kitoblarga kirishini o'ylamasdi. Ayniqsa 1,5 million so'm miqdoridagi to'lovlar ko'pchilik uchun katta summa hisoblanadi. Kimdir bu pulga oziq-ovqat oladi. Kimdir kommunal qarzini yopadi. Kimdir bolalarining kiyim-kechak xarajatiga ishlatadi. Endi vaziyat o'zgargan tomoni shundaki, ko'plab tizimlar elektron ma'lumotlar orqali bir-biriga bog'lanib bormoqda. Ya'ni sizning kartangizga tushgan ayrim rasmiy to'lovlar, daromad sifatida ko'riladigan mablag'lar, ish haqi, mukofot, moddiy yordam, nafaqa yoki boshqa tushumlar keyingi arzlarda avtomatik tekshirilishi mumkin. Masalan, siz ijtimoiy yordam so'rab ariza bersangiz, oilangiz daromadi hisoblanadi. Siz subsidiya so'rasangiz, bankdagi ayrim ma'lumotlar, ish joyingiz, doimiy yoki bir martalik daromadlaringiz ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sababli 1,5 million so'm olganlar uchun syurpriz deganda, men aynan mana shu kutilmagan holatni nazarda tutyapman. Siz olgan pul keyingi yordamga ta'sir qilishi ham mumkin, ta'sir qilmasligi ham mumkin. Farq esa hujjatda, pulning manbasida va qaysi toifa sifatida rasmiylashtirilganida. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman: har qanday pul tushumi bir xil bog'lanmaydi. 1,5 million so'm ish haqi bo'lsa, boshqa masala. 1,5 million so'm aliment bo'lsa, boshqa masala. 1,5 million so'm bir martalik moddiy yordam bo'lsa, yana boshqa masala. 1,5 million so'm qarindosh yuborgan shaxsiy pul bo'lsa, bu ham alohida ko'riladi. Demak, asosiy savol pul miqdorida emas, uning huquqiy va moliyaviy maqomida. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa unchalik xavotir qilmasligi mumkin, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda, agar siz ijtimoiy himoya tizimi orqali bola puli, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila nafaqasi, uy-joy subsidiyasi yoki boshqa yordam uchun ariza bergan bo'lsangiz, kartangizga tushgan 1,5 million so'm albatta e'tiborga olinishi mumkin. Bu degani avtomatik rad etiladi degani emas. Lekin tizim yoki mas'ul xodim bu pul qayerdan kelganini aniqlashi mumkin. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada ota, ona va 2 nafar farzand bor. Ota vaqtincha ishlamayapti, ona rasmiy ishda emas. Ular moddiy yordam uchun ariza berishgan. Shu oyda onaning kartasiga 1,5 million so'm tushdi. Agar bu pul davlat tomonidan berilgan bir martalik yordam bo'lsa va hujjatda alohida ko'rsatilgan bo'lsa, uni doimiy daromad sifatida qabul qilmaslik mumkin. Lekin agar bu pul xizmat haqi, ish haqi, mukofot yoki shartnoma asosida to'lov sifatida tushgan bo'lsa, u holda oilaning daromadiga qo'shilishi ehtimoli bor. Natijada oilaning o'rtacha oylik daromadi oshib ko'rinadi va keyingi yordam miqdori kamayishi yoki ariza qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol, pensioner ayol bor, u har oy pensiya oladi. Farzandi chetdan yoki boshqa viloyatdan unga 1,5 million so'm yubordi. Bu pul shaxsiy yordam sifatida yuborilgan. Agar keyin pensioner ayol kompensatsiya yoki qo'shimcha yordamga ariza bersa, ayrim holatlarda kartadagi tushumlar haqida savol tug'ilishi mumkin. Shunda ayol, bu mening oylik daromadim emas, farzandim yuborgan bir martalik yordam deb tushuntirish kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, pul yuborgan shaxsdan izoh, bank chekini yoki pul o'tkazmasi maqsadini ko'rsatadigan ma'lumotni saqlab qo'yish foydali.
Uchinchi misol, talaba yigit o'qish kontrakti uchun yordam so'ramoqchi. Uning kartasiga yozgi mavsumda vaqtinchalik ishlagani uchun 1.500.000 so'm tushgan. Bu pul bir marta tushgan bo'lsa ham, agar rasmiy mehnat yoki xizmat ko'rsatish to'lovi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, tizim uni daromad sifatida ko'rishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta shuki, bir martalik daromad bilan doimiy daromad farqlanadi. Talaba men har oy 1.500.000 so'm topmayman. Bu faqat bir martalik mavsumiy ish edi deb asoslab berish kerak. Aks holda ayrim joylarda bu pul noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. 4-misol. Ayol bola puli olayotgan bo'lsa va uning kartasiga 1.500.000 so'm tushsa, ko'pchilik darrov endi bola pulim to'xtaydimi deb qo'rqadi. Men bunday vaziyatda vahima qilmaslikni maslahat beraman. Pulning manbasini aniqlang. Agar bu aliment bo'lsa, u oilaning daromad tarkibida hisoblanishi mumkin. Agar bu qarindoshdan kelgan bir martalik yordam bo'lsa, uni tushuntirish mumkin. Agar bu davlatning alohida to'lovi bo'lsa, odatda hujjatlarda uning maqsadi ko'rsatiladi. Eng katta xato shuki, odamlar hech narsani aniqlamasdan mahallaga ham, bankka ham, tegishli idoraga ham bormasdan kutib yurishadi. Keyin ariza rad bo'lsa, sababini tushunmay qolishadi. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin? Agar siz 1.500.000 so'mni rasmiy oylik sifatida olgan bo'lsangiz va hech qanday ijtimoiy yordamga ariza bermayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun odatiy daromad. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, bu savdo tushumi yoki xizmat haqi bo'lsa, uni soliq va hisob-kitob tomonidan to'g'ri yuritishingiz kerak. Agar siz allaqachon ish haqi oladigan odam bo'lsangiz, bu to'lov sizning umumiy daromadingizda ko'rinishi tabiiy. Bunda asosiy xavf hujjatsiz, tushunarsiz yoki noto'g'ri nom bilan kelgan pulda bo'ladi. Yana bir muhim masala. 1.500.000 so'm miqdoridagi to'lov ayrim odamlar uchun limitga yaqin summa bo'lishi mumkin. Masalan, oila daromadi hisoblanayotganda har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad muhim bo'ladi. Agar oilada 5 kishi bo'lsa, 1.500.000 so'mni 5 kishiga bo'lsak, bir kishiga 300.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar bu bir martalik pul bo'lsa, boshqa, agar har oy takrorlansa, butunlay boshqa ta'sir qiladi. Agar oilada 2 kishi bo'lsa, 1.500.000 so'm har biriga 7.000 so'mdan to'g'ri ham keladi. Shuning uchun bir xil pul turli oilalarda turlicha natija beradi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Pul tushgan sanaga qarash kerak. Ko'pchilik faqat summaga qaraydi. Lekin sana juda muhim. Siz ariza topshirgan oyda pul tushdimi yoki undan oldingi oyda tushdimi? Ariza ko'rib chiqilayotgan davrga kiradimi yoki yo'qmi? Ayrim hisob kitoblarda oxirgi 3 oy, ayrimlarda 6 oy, ayrimlarda 12 oylik daromad ko'rilishi mumkin. Shuning uchun 1.500.000 so'm qachon tushgani ham hal qiluvchi bo'ladi. Ikkinchi nozik masala pulning izohi. Bank ilovasida yoki ko'chirmada pul nima sifatida kelgani yoziladi. Ish haqi, stipendiya, pensiya, nafaqa, moddiy yordam, pul o'tkazmasi, xizmat haqi, dividend. Ijara to'lovi kabi izohlar turlicha talqin qilinadi. Agar pul noto'g'ri izoh bilan tushgan bo'lsa, keyin uni tushuntirishga to'g'ri keladi. Masalan, qarindoshingiz sizga qarz qaytardi, lekin izoh yozmadi. Keyin bu tushum sizning daromadingiz deb ko'rinishi mumkin. Bunday paytda yozma tushuntirish, chek shartnoma yoki qarindoshingizning izohi yordam beradi. Uchinchi nozik masala. Bir martalik yordam bilan doimiy daromadni ajratish. Men har doim odamlarga aytaman, tizim raqamni ko'radi, lekin siz raqam ortidagi voqeani tushuntirishingiz kerak. 1.500.000 so'm bir marta tushgan bo'lsa, bu boshqa. Har oy 1.500.000 so'mdan tushayotgan bo'lsa, bu doimiy daromadga o'xshaydi. Agar 3 oy ketma-ket shu summa tushsa, mas'ul idora bu odamning barqaror daromadi bor deb xulosa qilishi mumkin. Lekin bir martalik kompensatsiya, davolanish uchun yordam yoki qarz qaytarilishi bo'lsa, buni alohida ko'rsatish kerak. 4-nozik masala, naqd pul va karta o'rtasidagi farq. Ba'zi odamlar kartaga tushsa ko'rinadi, naqd bo'lsa ko'rinmaydi deb o'ylaydi. Men bunday yondashuvni tavsiya qilmayman. Birinchidan, qonuniylik muhim. Ikkinchidan, keyin hujjat so'ralganda naqd pulning manbasini isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchidan, ayrim yordamlar bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har qanday daromad yoki yordamni halol va hujjatli yuritish eng xavfsiz yo'l. 5-nozik masala,
oiladagi boshqa a'zolarning daromadi. Sizning kartangizga 1 million 500 ming so'm tushmagan bo'lishi mumkin. Lekin turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki ota-onangizning nomiga tushgan bo'lsa, ayrim arizalarda oila daromadi sifatida ko'riladi. Masalan, ayol bola puli uchun ariza beradi, lekin turmush o'rtog'ining kartasiga har oy 1 million 500 ming so'm xizmat haqi tushadi. Ayol bu mening pulim emas desa ham, oila tarkibida hisoblanishi mumkin. Chunki ko'plab ijtimoiy to'lovlarda bitta odam emas, butun oila daromadi baholanadi. 6-nozik masala: qarz va daromadni ajratish. Kimdir sizga 1 million 500 ming so'm qarz berdi. Bu sizning daromadingiz emas, chunki keyin qaytarasiz. Lekin bank ko'chirmasida shunchaki pul tushumi ko'rinadi. Shuning uchun qarz bo'lsa, oddiy yozma kelishuv ham foydali. Unda kim kimga qancha pul bergani, qachon qaytarilishi, nima maqsadda berilgani yozilsa, keyin tushuntirish osonlashadi. Albatta, katta summalarda rasmiy hujjat yanada yaxshi. 7-nozik masala: firibgarlar. Bunday xabarlar chiqqanda ayrim firibgarlar odamlarga 1500 ming so'm olgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. Kartangizni tekshiramiz. Kod yuboring, pulni saqlab qolish uchun havolaga kiring deb aldaydi. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga SMS kod bermang, bank kartangiz raqami bilan birga amal qilish muddati va CVV kodini aytmang. Shubhali havolalarga kirmang. Rasmiy masala bo'lsa, uni faqat davlat xizmatlari markazi, mahalla, bankning rasmiy ilovasi yoki tegishli tashkilot orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum bot yoki begona raqamga ishonmang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam: kartangizga tushgan 1500 ming so'm qayerdan kelganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring, operatsiya tarixini oching, to'lov izohini ko'ring. Agar ilovada aniq yozilmagan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada sana, summa, yuboruvchi to'lov maqsadi ko'rinishi kerak. Bu hujjat keyin sizni ko'p savollardan qutqaradi. Ikkinchi qadam: agar siz ijtimoiy yordam, bola puli, moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa to'lovga ariza bergan bo'lsangiz, mahalla yoki tegishli tashkilotga borib, bu pul hisob-kitobga qanday ta'sir qilishini so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga pul tushdi, nima bo'ladi demang. Aniq ayting, falon sanada kartamga 1 million 500 ming so'm tushdi. Izohida falon narsa yozilgan. Bu bir martalik to'lov. Mening arizamga ta'sir qiladimi? Shunda mas'ul xodim ham aniq javob beradi. 3-qadam: hujjatlarni yig'ing. Sizga bank ko'chirmasi kerak bo'lishi mumkin. Agar pul ishxonadan tushgan bo'lsa, ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Agar bu mukofot bo'lsa, buyruq nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Agar moddiy yordam bo'lsa, yordam ajratilganini tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar qarindosh yuborgan bo'lsa, pul yuborgan shaxsdan qisqa yozma izoh oling. Agar qarz bo'lsa, qarz shartnomasi yoki hech bo'lmasa ikki tomon imzolagan yozma kelishuv foydali bo'ladi. 4-qadam: ariza rad etilsa, darrov taslim bo'lmang. Rad etish sababini yozma tarzda so'rang. Og'zaki sizga chiqmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Sizga qaysi sabab bilan rad etilgani kerak? Daromad oshganmi? Hujjat yetishmaganmi? Oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilganmi? Kartadagi tushum noto'g'ri talqin qilinganmi? Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar sabab 1 million 500 ming so'm tushum bo'lsa, siz uning manbasini hujjatlar bilan tushuntirib, qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. 5-qadam: har oy tushayotgan pullarni tartibga soling. Agar sizga kimdir muntazam pul yuborsa, izoh yozdiring. Masalan, aliment, qarz qaytarish, davolanish uchun yordam, ota-onaga yordam kabi izohlar keyin tushuntirishni osonlashtiradi. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz yoki ish qilsangiz, daromadingizni rasmiylashtiring. Rasmiy daromad ba'zan yordam miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hujjatsiz daromad keyin kattaroq muammo tug'diradi. 6-qadam: oilangiz tarkibini tekshiring. Ko'p odamlar arizada kimlar oila a'zosi sifatida hisoblanishini bilmaydi. Kimdir ro'yxatda bor, lekin aslida boshqa joyda yashaydi. Kimdir chet elda ishlaydi, lekin oilada hisobda turadi. Kimdir ajrashgan, lekin hujjatda hali oila tarkibidan chiqmagan. Bunday holatlar daromad hisob-kitobini o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun mahalla yoki tegishli idorada oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. 7-qadam: muddatlarga e'tibor bering. Agar sizga qo'shimcha hujjat olib kelish aytilsa, vaqtni cho'zmang. 3 kun, 5 kun, 10 kun kabi muddatlar bo'lishi mumkin. Muddat o'tib ketsa, ariza avtomatik yopilishi yoki qayta topshirishga to'g'ri kelishi mumkin.
Shuning uchun bank ko'chirmasi ma'lumotnoma. Tushuntirish xati va boshqa hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish yaxshi 8-qadam. Tushuntirish xatini to'g'ri yozing. Unda ortiqcha gaplar bo'lmasin. Masalan, men falonchi falon sanada kartamga 1.500.000 so'm tushganini ma'lum qilaman. Ushbu mablag' falon sabab bilan bir martalik tarzda yuborilgan. Bu mablag' mening doimiy oylik daromadim emas. Ilova sifatida bank ko'chirmasi va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etaman deb yozish mumkin. Eng muhimi, gap aniq, sana aniq, summa aniq, hisob aniq bo'lsin. 9-qadam, agar vaziyat murakkab bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Masalan, sizning arizangiz bir necha marta rad etilgan bo'lsa, oilada aliment, qarz, ijara, mavsumiy ish, chet eldan pul o'tkazmasi kabi bir nechta manba aralashib ketgan bo'lsa, oddiy maslahat yetmasligi mumkin. Bunday paytda davlat xizmatlari markazi mahalla mas'uli bank xodimi yoki yuridik maslahatchi bilan aniq hujjatlar asosida gaplashish kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1.500.000 so'm olganlarning hammasi bir xil holatda emas. Kimdir uchun bu yordamni to'xtatadigan omil bo'lishi mumkin. Kimdir uchun umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Kimdir uchun esa faqat tushuntirish talab qilinadi. Shuning uchun vahima emas, tartib kerak. Hujjat bo'lsa, izoh bo'lsa, sana va manba aniq bo'lsa, ko'p muammo yechiladi. Muammo odatda pul tushganda emas, odam uning qayerdan kelganini isbotlay olmaganda boshlanadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, 1.500.000 so'm tushgan bo'lsa, uni oddiy raqam deb qoldirmang. Pul qayerdan kelganini, qachon tushganini, qanday izoh bilan kelganini va keyingi arizalaringizga ta'sir qilmasligini tekshiring. Agar siz bo'la puli, moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, ayniqsa ehtiyot bo'ling va barcha hujjatlarni saqlab qo'ying. Men sizga vahima qilishni emas, o'zingizni himoya qilishni o'rgatyapman. Bank ko'chirmasini oling, kerakli joyga savol bering, pul manbasini hujjat bilan tasdiqlang. Shubhali havolalarga kirmang va hech kimga kartangiz kodlarini bermang. Shunda kutilmagan syurpriz siz uchun muammoga emas, oldindan tayyorlangan masalaga aylanadi. Sizning kartangizga ham 1.500.000 so'm tushganmi? Bu pul nima sifatida kelgan? Izohda nima yozilgan? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar eng ko'p duch kelayotgan holatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun juda ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.